33 bab. Ey, boshqalarni vayron qilib, o'zi vayron qilinmaganlar, sizlarning holinglarga voy. Hey, aldamchilar, o'zi aldam xaltiga tushmaganlar, sizlarning holinglarga voy. Sizlar vayron qilib bo'lgandan keyin o'zinglar vayron bo'lisizlar. Sizlar aldamchilik qilgandan keyin o'zinglar oldinisizlar. Ey Parvardigor, bizga rahim qilgin. Biz sana ümid bağlab kütüp durumuz. Her günü bizge güç-kudret bəgin. Beşimizga külpət düşkende bizni kutquzgın. Yad xalqlar senin güldürülgen avazından kokup kaçıdı. Sen ornundan dest tursan, düşman tərəp-tərəpke tarqılıp getidu. Çeketkiler, ziraatlarni yevetkendek, yad xalqlarning yig'ib olgan o'ljilarimi yo'q bo'ladi. Xalq chekatkilar yig'ilgandek yig'ilib, ularning o'ljilariga tashlanadi. Parvardigor ulug'dir. U erishda yashaydi. U Siyon teg'ini adolat va haqqoniylik bilan to'ldiradi. U sizlarning hayotinglarga muqim xotirjamlik elib keladi. U sizlarning bexatarlik, donolik va bilim manbayinglardir. Parvardigorga ixlosmandlik sizlarning boyliqinglardir. Bilinglar, sizlarning botur lashkarlaringlar ko'chalarda un selib yig'laydi. Tinchlik kelishimi tuzishga avatilgan elchilaringlar qattiq yig'laydi. Yo'llar timtasliqda qoladi. Kishilar safar qilmaydigan bo'ladi. Kishilar orasidagi to'xtamlar buziladi. Guvochilar ko'zga ilinmaydi. İnsanlar bir-birini qadrlmaydigan bo'ladi. Zemin qurup, qaqjirab qoladi. Livandaki ormanlıklar kurup, qaqşal bolup qaladı. Şaron tüzlənliki çöllükке aylanıdı. Başan tüzlənlikidiki, Karmel tiğidiki dərəxlərinin yopurmaqları tökülüp getidi. Parvardigor mundaq deydi. Mən əmdi o'ttirg'a chiqiman. Əmdi mən o'rnimdan turaman. Əmdi mən uluqlunuman. Ey asurlar, sizlarning barliq planlaringlar xuddi quruq paxalga, qilgan ishlaringlar hech qanday qimmati yo'q samonga o'xshaydi. Sizlarning nafsinglar o't bo'lib, o'zinglarni kuydirib tashlaydi. Xuddi kesib tashlangan tikan o'tga tashlangandek, xalqlaringlar butunlay kuyib, kül bo'ladi. Mayli, sizlar yiroqda yashayotgan bo'linglar yoki yaqinda yashayotgan bo'linglar, hammanglar mening qilgan buyuk ishlarimni anglanglar. Mening g'oyat qudratli ekanligimni bilinglar. Siyon tig'idagi gunohkorlarni qo'rqinch bosudi. İmansızlarni titrek basıdı. Ular soruşudu. Bizning oramizdan kimlar Parvardigorning o'tliq huzurida turalaydi? Oramizdan kimlar mangulik o't ichida yashayalaydi? To'g'ri ishlarni qilganlar va haqqoniy so'zlaydiganlar yashaydi. Makkorlik bilan boy bo'lishdan bosh tortganlar va pora ilishni rad qilganlar, suiqasdlarga qatnashmaganlar, razil ishlarni xiyoliga keltirmaydiganlar, mana mushundaq kishilar bexatar joyda yashaydi.
qoram taşdan yasalgan müstehkem öylerde turdu. Ularning g'izasi va ichidigan suyi kam bo'lmaydi. Sizlar o'z ko'zinglar bilan bir shuhratlik podshohni ko'rsizlar. Sizlar bepoyon ketgan zaminni ko'rsizlar. Sizlar burunqi qo'rqinchli chog'larni eslab mundaq deysizlar. Düşmanning mas'ul amaldori qani? Olcularni tizimlug'uchilar qani? Munarlarimizni sanğanlar qani? Sizlar amdi tilini bilmaydigan, yot tilda so'zlashadigan takabbur kishilarni ko'rmaysizlar. Sion tig'iga qaranglar. Hitlerimizni o'tkazayotgan shahrimizga qaranglar. Sizlar Yerusalimning xotirjam yerga aylanganligini, uning yo'tkigili bo'lmaydigan chedirdek mazmut o'rnab ketganligini o'z ko'zinglar bilan ko'rsizlar. Uning qo'ziqlarini sug'urib olg'ili bo'lmaydi. Uning arg'amchilarini hech kim uzalmaydi. Parvardigor bizning qudratli qo'g'dug'uchimiz bo'ladi. U düşman o'talmaydigan qo'g'dug'uchi daryo bo'ladi. Uningda düşmanning hech bir kemisi uzalmaydi. Parvardigor bizning sotchimiz. Parvardigor bizning hukmronimiz. Parvardigor bizning podshoyimiz. U bizni qutqizadi. Hozir sizlarning arg'amchilaringlar yeshilib ketgan bo'lsa-mu? Kemanglarning yelkan hodisi mustahkam bo'lmusimu? Yelkininglar ichilmagan bo'lsa-mu? Lekin vaqti kelganda sizlar nurg'un o'lja olsizlar. Hatto oqsoq cho'loqlarmu o'lja olalaydi. Yerusalimning puhrolaridan hech kim endi o'zini men kesal demaydi. Parvardigor ularning gunohini kechirdi.